to'ylaringiz uchun, ajoyib sovg'alaringiz uchun rahmatlar aytamiz. To'ylaringizda qaysana. Hammalaringizdan xonadonlaringizda mana shunday ajoyib to'ylar bo'laversin. Doimo topganlaringiz to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Boshimiz to'ydan chiqmasin deymiz. Bugunning sababchilari kelin-kuyovlarimizga Allohdan uzoqlar sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Bugun kelin-kuyovlar nikoh to'ylariga qatnashayotgan barcha aziz insonlarga kelajak kunlar farzandlarni beshik to'ylarga qatnashish nasib etsin deymiz. Raymoya qizlar bilan to'ylaringiz muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin. Kelajagimiz sizlar o'ylaganday, sizlar orzu qilganday yaxshi kelajak bo'lsin. Ibratli kelajak bo'lsin. Xizmatlarni beraversin deymiz. Mana yangi biylari go'zal kelinchagimiz har bir mehmonimizga yerimizdan ta'zimlar berib, salomlar berdilar. Hurmatlari uchun ajoyib ta'zimlar uchun rahmatlar aytib, ijozatlaringiz bilan yangi biylarni go'zal kelinchagimizni baxtli xonalarga yetkazib, bahorlar xotiralari bilan baxtli xonada qolgan qadamlar qutlug' bo'lsin, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Baxtli bo'lgan qo'shiqlar, farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Albatta, g'iybatni xushxabar so'zlaringizga go'zal bo'lsin. Marhamat, tinglaymiz, tomosha qiling. Get it.